bir kuni bitta rus musulmonlikka qabul qilmoqchi bo'lib, masjidga boribdi-da. Borib imomga aytibdi, "Men musulmonlikka qabul qilmoqchiman" debdi. Lekin aroq ichib turaman bir debdi. Sigaret chekaman debdi. Musulmonchilikka qabul qilganimdan keyin ham sigaret chekaman debdi. Bir fohishalarga borib turaman debdi. Eng asosiysi debdi, namoz o'qimayman debdi. Keyin imom hayron bo'lib, qizig'imsan, sen jinnimisan, shunaqa musulmonchilik ham bo'ladimi? Bo'lmaydi unaqasi. Qabul qilmoqchi bo'lsang, shunlarga amal qilishing kerak, shuni qilishing kerak desa, debdi, nimaga debdi? Shuncha mana shu musulmonlar debdi, ashdan yuribdi-ku debdi. Xohlagan ishini qiladi debdi. Namozini o'qimaydi, ichadi, chekadi, fohishaxonaga borib turadi bir oylik chiqqanda deb aytganimiz-da. Aytmoqchiman, siz ko'chada yurganingizda bitta o'zingizni sharafingizni himoya qilib yurmaysizda. Siz musulmon degan nomimiz bor hammamizda. O'shaning uchun odamlarga o'rnak bo'ladigan darajada, odamlarning yuzidagi holdagi ajratilib turadigan darajada iloji boricha tarbiyamizni chiroyli qilishimiz kerak-da. Sizlarga ham taalluqli, menga ham taalluqli bu. To'g'ri, zo'r yurgan insonlar ko'p, musofirchilikda ham, muhojirlarning ichida ham. Endi baribir hammamiz ham amal qilishimiz kerak deb o'ylayman shu narsalarga.